haqiqiy immunitetni ko'taradigan, qish kunlarida qornini to'q tutadigan choyxona palov qilamiz bugun sizlar bilan. 1 kilo dummamizni eritib olamiz, orqasidan paxta yog' quyib, katta ilili suyeni yaxshilab qo'rib olamiz. Suye solishimizning juda katta sababi bor. Ham mazali chiqadi, ham tegiga olish xavfini yo'qotadi. Piyozimizni yaxshilab qizartirib, orqasidan go'sht qo'yamiz. Keyin sabzini qo'shib, sabzi o'lgungacha qo'rib olamiz sabzini. Orqasidan 2 litr suv qo'shib, teyini pasaytirib qo'yamiz. Garmdori bilan chesnok ham qo'shib yuboramiz keyin osh o'rtasiga. 1 soat past olovda qaynagan zirvegimizga ivitilgan guruchimizni qo'shishni boshlaymiz. Mani guruchim kamroq ivigani uchun ko'proq suv qoldirdim. Keyin 10 minut parlantirib olib, orqasidan tuz solib, xuddi shu shaklda yaxshilab o'girib aylantirib olamiz. 2 marta parlantirib aylantirilgan guruchga zira qo'shib, chesnoklarni qo'yib dimlab qo'yamiz 20 minutga. 2 kilolik qop-qora mazali bo'lib pishgan shohona palovimiz ham tayyor. Siz ham xuddi shunaqa videoda qilib tayyorlasangiz, birga bir o'xshab chiqadi inshaalloh. Videoim sizga yoqqan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'laman.